Amerika Tashqi ishlar ministerligi 24 avgustda maxsus doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining dunyo miqyosidagi o'xshamagan so'rinlarda davom qilayotgan Uyg'urlar haqidagi bayonlarni o'z foydasiga burashga urinayotganligini tanqidlagan. Dokladda Xitoy hukumatining bu maqsadga yetish uchun chilböri diplomatiyasi, chet el axborotlarini va ijtimoiy taratqular deganlardan foydalangan holda Uyg'ur diyori haqidagi ijobiy uchurlarni to'r bo'shligiga to'kma qilib, jamoat fikrini kontrol qilishga urinayotganligi tafsiliy sharhlangan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati hamda ular orqa terak bo'layotgan shirkat va shaxslar inchkilik bilan loyihalangan tirishchanlik orqali Amerika hukumatining Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrayotidi deb e'lon qilgan hukmni yolg'onga chiqarish va og'dirib tashlashga uringan. Buningda ular hukumat kadrlari nomidan 200 necha davlatda ijtimoiy taratquv hisoblari ochgan hamda oz degandimi 38 xil tilda saxta uchur taqitib, dunyo miqyosidagi yoshlarni Uyg'ur diyoridagi baxtiyor hayot to'g'risida ma'lumotlik qilgan. Tahliliy aql orqali yasab chiqilgan suratlar bo'lsa, u joydagi kishilarning inoq va ittifoq yashayotganligini namoyon qilgan. Ular yana Uyg'urlarning Xitoy hukumatini himoya qiladiganligi haqidagi bir qator video materiallarni ishlab tarqitish bilan qolmasdan, yana oz degandimi 2 million Xitoy fuqarosini hamda 20 million vaqtliq to'r yordamchilarini yollab, Xitoydagi to'r qo'llanuvchilarni hamda chet ellardagi Xitoycha so'zlashadigan jamoatni Uyg'urlarning paravat turmushi haqidagi uchurlar bilan ta'min etgan. Buningda Xitoy markaziy tashviqot bo'limi bilan Markaziy to'r bo'shligi komiteti qo'mondonlik rolini o'ynagan. Xitoyning chilböri diplomatlari bo'lsa, G'arb dunyosidagi ijtimoiy taratquv supurlarida Uyg'urlarning qirg'in qilinayotganligini qat'iy inkor qilish hamda bu vaqtdagi tanqidlarga keskin raddiya berishni bosh vazifalarning biri qilgan. Texmu qabih bo'g'ini Xitoy hukumati o'zlarining Uyg'ur diyoridagi zulmi va qirg'inchilik qilmishlarini fosh qilganlarga tahdid selish, urug' tuqqanlarni tutqun qilish qatorliq usullar bilan vahima solgan hamda ularning ovozini o'chirishga uringan. Dokladda ta'kidlanishicha, Xitoy hukumatining bu xil g'oyat zo'r ko'lamlik dunyoviy jamoat fikrini kontrol qilish urinishlari dunyodagi har qaysi axborot vositalarining Uyg'ur diyori haqidagi mustaqil bayonlarni qalaymiqonlashtirish, yolg'onga chiqarish va boshqalarning gumonini qo'zg'ash rolini o'ynamoqda ekan.